Sharqiy Turkistonning yaqinqi davr tarixida o'tgan Abduqodir Domollam, Abdul Azizxon Mahsum, Sabit Domollam, Abdul Hakim Mahsum Hojim qatorliq din, vatan, millat yo'lida badanlarini sham qilib yondirib, o'z xalqini sog'lom aqida asosida tarbiyalab, zolim tajovuzchi kuchlarga qarshi hayotining oxirgi nafaslargacha bu yo'lda mustahkam turib, avlodlar uchun o'chmas izlarni qoldirgan Peshva ustozlarimizdan keyin ularning izini besib va ularning yo'llarini davomlashtirib, bugungi davrimizda biz bilan davrdosh yashab o'tgan yana bir buyuk ustozlarimizdan biri Abdul Ahad Mahsum Hojimning zolim, dinsiz, kafir tajovuzchi Xitoylarning inson tasavvuridan halqib ketgan vahshiyona turmalarda inson qalbidan chiqqan rahimsizlarcha qiyin qistoqlari bilan shahid qilinganligi to'g'risidagi xabar barliq sharqiy turkistonliklar uchun cho'ng musibat va eg'ir yuqtish bo'lib hisoblandi. Bu munosabat bilan ustozga bo'lgan hurmat va Alloh uchun yaxshi ko'rgan muhabbatning turkisida bu marsiyani yozib chiqdim. Alloh ustozning yotgan yerini oliy jannatlarda qilsin. Bir shum xabar par qildi yuraklarni tilim. Shahid bo'pti ustozimiz Abdul Ahad Mahsum Hojim. Bu xabardan qayda aql, to'xtimidi ko'zlarda yosh. Musibatga to'ldi olam, to'ldi har uy, har qarindosh. Buning sizmi bu qalblar yara edi to'lg'ong'idek. Dard ustiga dard qo'shildi, uyqimizdan uyg'ong'idek. U har qachon yovga qarshi atom kabi xirs edi. Haqni so'ygan, dinni ko'ygan payg'ambarga varis edi. Zulmat bosgan Turkistonda yongan edi bir nur bo'lib. Mangmagan ham Xitoylarning saplarida hech jur bo'lib. Har na kelsa turgan edi haq ustida sabit qadam. O'tgan edi umr bo'yi o'z xalqiga bo'lib hamdam. Aldanmagan düşmanlarga siyosatda zerak bo'lg'ach. Bosh agmigach hech qachonda sap buloqdan ozuq olg'ach. Ketkinida ba'zi boshlar Makkar Xitoyga aldinib, mix bo'lib patqan edi u yovning ko'ziga qadilib. Söz bilan, tahdid bilan Makkar raqib hech oldiolmay. Qalgan edi qildek go'ya, to'lg'inib hech uxlayolmay. Demak, oxir kesib zindonga 14 yil hukm qildi. Buni ustoz o'zin tavlaydigan fursatli deb bildi. Nihoyat o'tdi 14 yil qaran yoshlik chig'i shundoq. Razil qotil qo'lida rab yana ustozni qo'ydisak. Kelar ojiz, zaif bu til, zulm qiynoqni so'zlashtin. Buyuk mo'jizadir unda, hayot saq turishi o'lmasdin. Nihoyatga chiqib yo'riqqa zindondan buyuk ustoz. Yana xizmatga otlandi, tinim topmay qishin va yoz. Qinib ichmak uchun pak suv, ilm daryosi irpandin. Eqib keldi heris yoshlar, Urumchi g'o'lji turpandin. Yana boshlandi ustozning qo'lida ma'rifat yillar. Qinib suv ichdi qaymuqqan, ilmga chanqigan dillar. Qachon qandoq qadam olsun, tutib sunnatni hikmatni. Yaratdi xalq Turkiston uchun tarixda bir batni. Haya axloq maqomida idi u zot hayot Qur'on. Faqat sunnat siratlardan chahar yardan uzuq olgan. Uni ko'rgan kishi deydi, uyatchan balki qizdinmi? Hayot sahobidek inson chiqarkan asli bizdinmi? Degan hattoki ba'zanlar avatilmaydi payg'ambar. Agar tanlansa Uyg'urdan
tushar o'lchamga bu gavhar. Demak, ustoz ilm, axloq, amal, hikmatni bor bo'lg'ach, avam boshiga toj qildi, vatan din o'tida yong'ach. Lekin bir o'ti to'lg'andi, lain iblis nejis kofir, ko'rolmay qoldi ustozni, munofiq titrishib dir. Nihoyat otdi tuhmatga, yana 5 yilga uy kasdi. Demak, ustozni qaslashga Xitoy xoinli birlashdi. Sabr iymon bilan mahkam, davomiy qildi Rahmon zot. Faqat bosh aymidi yovg'a, zulmlar bo'lsimi qat-qat. O'tib soat, o'tib 5 yil, yana jam bo'ldi el birla. Yana o'yg'andi har bir yurt, shahar, sahroyu har malla. Nejis kofir zahar xanda, murodiga yetolmasdin. Davom paylaplı kun o'tdi, bulunlardan ketelmasdin. Lekin shundaqdimi ustoz, turib o'ng so'lga boqmasdin. Yana haq yo'lda tuz mangdi, nejis daryoda aqmasdin. Ayon bo'ldi, demak oxir Xitoy yovning razil qasdi. Yeshi 90ga oz qopdi, demay ustozga davrashdi. Ichib qon qalbi tosh bo'lgan qabih yovuz lain Xitoy yana iskanjiga oldi, butun jamatni tortinmay. Qiyin qistoq haqoratlar aqllardan ishib ketgach, mujohid tog' sifat ustoz yeshi 87ga yetgach, lekin tik turdi agmasdan alif qaddini kofirga. Tasadduq aylidi jonni ulug' Rahmon taologa. O'tib 5-6 oy oxir xabar berdi musibatdan. Yuraklar o'rtinib ketdi, ichiga patmagan darddan. Ig'ir keldi ajab bu hol, to'kildi to'xtamay yoshlar. Bugun xos sizga ay ustoz, duoda har qachon qo'llar. Unar sizning izingizdan tuman ming behisob gullar. Qisoslar unutilmas hech, falakka yetdi takbirlar. Muborak qoningiz aslo, behuda oqmag'ay ustoz. Kechilmas siz qadam olgan, bu yo'ldan zodi aslo voz. Menib sizning izingizdan cho'qim umidni oqlaymiz. Muborak qonimiz birla aziz tuproqni poklaymiz. Tilaymiz qabringiz ustoz, davom nurlarga purkangay. Mehribon Rabbimiz sizga jannatu firdavs bergay.